Pop tumanida ham sport sohasidagi o'zgarishlar havas qilarli. Ya'ni hududda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish ustuvor masalaga aylangan. Yangi barpo etilayotgan inshootlar, mashg'ulot maydonlari, tizimli tayyorgarlik jarayonlari natijasida minglab yoshlar sportga qamrab olindi. Tuman sport maktabi bu borada markaziy o'rin tutadi. Ayni paytda bu yerda sportning 20 dan ortiq turi bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etilgan. Turli yosh toifasidagi o'g'il-qizlar mahorat oshirmoqda. Saralash, tayyorgarlik va musobaqalarga yo'naltirish jarayonlari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilgan. Aytish kerakki, keyingi yillarda badiiy gimnastikaga qiziqish tumanda ham oshdi. Bu sport turiga bo'lgan talab nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Hazratibob mahallasida yashayman. Nevaram mana shu gimnastika bo'yicha shug'ullanadi. Men bundan rosa faxrlanaman, chunki biror marta ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin olmagan. Shoda medallari bor. Bizning davrimizda bunaqalar bo'lmagan, lekin hozir sharoitlar umuman boshqacha. Orzuyimizda sportlar bor. Bu sharoitlardan haqqan ham xursandman. Tumanda yaqinda zamonaviy talablarga javob beradigan yangi yakkakurash zali bunyod etildi. 15 ga 30 metr o'lchamdagi mazkur inshoot barcha zarur sharoitlarga ega. Maxsus qoplama, qulay kiyinish xonalari, yoritish, isitish, sovutish tizimi talab darajasida tashkil etilgan. Hozirda ushbu zalda 80 dan ortiq yosh muntazam shug'ullanmoqda. Ilgari bir necha yo'nalishlar bitta maydonda navbat bilan mashq qilgan bo'lsa, endilikda har bir guruh o'z vaqti va imkoniyatiga ega. Namangan viloyati Pop tumani birinchi sonli sport maktabi 1973-yil tashkil topgan. Sport maktabi maqomi berildi, 3 yilcha bo'ldi. Endi sport maktabimizda butun tumanimizdagi 242 ming aholini yoshlari, kattalari shug'ullanadi. Bizda sport maktabimizda 1330 nafar o'quvchi shug'ullanib kelmoqda. Hozir 21 ta sport to'garagi bo'yicha. Endi shulardan 2025-yili 93 nafar yoshlarimiz chempion bo'lishdi. Misol respublikada, keyin 3 ta xalqaro da chempion bo'lishdi. Jahon chempionlarimiz bor, Osiyo chempionlarimiz bor. 21 ta olimpiyaskiy sport turi bo'yicha shug'ullanishadi bular. Olimpiya cho'qqilari sport musobaqalari bo'lib o'tdi Toshkentda. Shu olimpiya cho'qqilarida ham bizda mana shu sportchilarimiz faol ishtirok etishdi, faxrli o'rinlarni egallashdi. Davlatimiz tomonidan shu 1,5 milliard pul ajratilgan. Bu yangi sport zalimiz ham bunyod etildi. Undan tashqari bizda yopiq suzish havzamiz bor, 18 ga 42 sport zalimiz bor, 110 ga 69 katta stadionimiz ham bor. Umuman bizni sharoitlarimiz juda ham yaxshi. Haqiqatan ham zamonaviy sharoit natijalarni belgilaydi. Yangi inshoot foydalanishga topshirilganidan so'ng yutuqlar salmog'i ham ortmoqda. Yoshlar turli musobaqalarda munosib ishtirok etib, yuqori o'rinlarni qo'lga kiritishyapti. Eng muhimi, tuman yoshlari katta marralarni ko'zlashmoqda. Men Inorum sport turi bilan shug'ullanayotganimga 2 yil bo'ldi. Shu mobaynida viloyat chempionlari, respublika chempioni, 2 karra O'zbekiston chempioniman. O'zbekiston terma komandasi a'zosi bo'ldim. Yaqinda bizga shunday chiroyli zal qurib berildi. Sharoitlar yaxshi, maza qilib shug'ullanyapmiz. Xulosa qilib aytganda, bugun Namangan viloyatining barcha tumanlarida sportga qaratilayotgan e'tibor aniq natijalar bermoqda. Yangi qurilayotgan zallar imkoniyatdir. Eng muhimi, bu inshootlar orzularga yo'l ochmoqda. Yoshlar katta marralarni ko'zlab, yurt sharafini munosib himoya qilishga intilyapti. Zero sog'lom, irodali, aniq maqsadni oldiga qo'ygan avlod kamol topayotgan jamiyat farovonlik, taraqqiyotga yuz tutishi shubhasiz.